Bu vitaminlar har bitta inson uchun juda ham zarur va foydali hisoblanadi. Bu vitaminlarsiz immun tizimi, jinsiy gormonlar izdan chiqib ketishi mumkin. Birinchisi, vitamin D va kalsiy yetishmovchiligidan suyaklar mo'rtlashishi va teri yumshab ketishi aniqlangan. Ikkinchisi, sink yetishmasa, teri kesilishiga va yaralar bitmasligiga olib kelishi mumkin. Uchinchisi, vitamin A yetishmovchiligi esa ko'rish o'tkirligini va ko'rish xiralashishiga olib keladi. To'rtinchisi, qonda vitamin B12 tushib ketishi, sizda xotira pasayishi, oddiy narsalarni eslolmay qolish va tez miyani charchab qolishiga olib keladi. Beshinchisi esa yod. Yod yetishmovchiligi sizni tez qarishga, bo'qo kasalligi vujudga kelishiga va ayollarda esa hayz buzilishiga olib keladi va hattoki terini tezsiz qurib ketishiga ham sababchi bo'lib qolishi mumkin. Masalan, inson go'sht yegandan keyin temir moddasini olamiz. Temir moddasi qonga so'rilishi uchun bizga askorbinka, ya'ni vitamin C kerak bo'ladi. Agar vitamin C yetishmaydigan odamlarda bu narsa qonga so'rilmaydi va temir yetishmovchiligi kelib chiqadi. Bu to'g'ridan to'g'ri anemiya, ya'ni kamqonlikka olib keladi. Anemiya bor insonlar tez-tez charchaydi, bosh aylanadi va migren to'xtamasdan bosh og'rig'i bilan aziyat chekadi. Sizda qaysi vitaminlarga tanqislik bor? Izohlarda yozib qoldiring va quyidagi simptomlarni ko'rib chiqing.